Grijasi borlar, operatsiyaga shoshmanglar. Imkoni bo'lsa, sabringiz yetsa, buni davolasa bo'ladi. Mana yana bitta rezultatimiz. Bular tojikistonlik opamiz 3-etap kelishi. Bularda kelgan vaqtda grijasi bor edi. Necha millimetrda grijingiz? 10,5. 10,5 millimetr edi. O'zi tarixi qanaqa bo'lgan? Bular operatsiya qildiradi grijasini. Undan keyin yana qaytadan grija chiqadi. Ha, grija bu sarshu بعد از 6 سال operatsiya. Grija sarshuda bu بعد سخت در کرد گریژ پو راه کشت نتونسته توسط رکلام شما دیدم همینجا آمده من خدا به شکر راه کشت نمیتونستم از راه کشت با امرتی نو کار آمده ikki etapli ichina qildik. Bularda endi qiziqlisi. Bular endi Xo'janan Tojikistondagi joydan kelganlar. Hozir 3-etapga kelyapti. Mana 2 etapni tugatib 3-etapga kelganda bizga emert qilib kelyapti. Oldingi kelgan holatda emertisi bunaqa edi. Mana bu yerda bunda grija bor. Katta grija. Bu post operatsionni oldin operatsiya qilinadi, yana o'sha yerdan grija chiqadi. Mana. Mana. O'ng tomondagi og'riq, o'ng tomoniga oyoqni uyushtirib tashardi. Bu operatsiyadan keyin menga kelishdi bular. Kelganda aytdim, "Xo'janan, siz operatsiyaga shoshmang, buni operatsiyasiz davolasa bo'ladi. So'rdirsak bo'ladi" dedik-a. Mana rezultat. Mana Mamatdagi grijalar yo'q. Mana 5 millimetrga tushib qolgan mana. Bu degani bu normal holat. Normal holat mana. Oldingi mashitda bor edi, mana yo'q. Endi yaxshi tomoni aytaman, bu yerda negativchilar o'tiradi-da. Operatsiyani so'rdira olmaysan, yo'qolmaysan. Xo'janan yo'qoladimi? yo'qolar ekan. Ha, nest shud mana xudo be shukr man naqs xudam ekskursiya. Shuma ba rahmat. Alloh beradi. Umrakoton darosh shavad. Xudo xolis. O'shaning uchun azizlar, operatsiya qildirib, qiynalib yurganlar, grijasi borlar, operatsiyaga shoshmanglar. Imkoni bo'lsa, sabringiz yetsa, buni davolasa bo'ladi. Hozir metodikalar bor. Ishlab chiqqani oyog'idan olsa, qulog'idan cho'zilganiga foydasi yo'q. Buni o'ziga yarasha ishlab chiqilgan metodikalar bor. Ana shu metodikalarni ishlatsa, buni so'rdirsa bo'ladi.